Hozir sizlar bilan taqinchoq yasash uchun olgan narsalarimni birgalikda obzor qilamiz. Buncha ko'p toshlarni nima uchun olganimni video oxirida bilib olasiz. Uning nomi bizda Xuremsim, boshqa joyda qanaqa aytiladi bilmayman. Bir pachka oldim. Shu toshni o'zim juda yaxshi ko'raman va ko'p ishlataman. Shundan ham bir pachka oldim. Men ham ko'p Swarovski toshlar oldim, har xil ranglarni qilib. Eng ko'p ishlatadigan rang bu oq va novot rangi. Shuning uchun moviy va novot rangni kattaroq pachkada oldim. 20 metr zanjir oldim. Oq rangini ko'proq ishlataman va niqobla qilaman. Katta xrustaldan 50 shoda oldim. Diamalar yasash uchun shunaqa oprava toshdan oldim. Diamalarning orqasiga lenta ishlataman, lenta oldim. 200 dona sariq va oq abadokdan oldim. 100 dona pistolet klesi, hammasi qo'limga sig'madi. Sayam ko'p har xil qilib metallar oldim. Bular asosan abadoklarga ishlatiladi. Har xil ranglarda xrustallardan oldim. Bu taqinchoq narsalarning hammasini men inshaalloh tez orada do'kon ochmoqchiman. Shu uchun hammasini oldim. Nalichida